O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi Zangiota tuman fitosanitar davlat inspektori Almatov Asqar bo'limi. Assalomu alaykum. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi Zangiota tuman bo'limining mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar ulgurji hamda chakana savdosi bo'yicha faoliyatni amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga murojaati. Bugungi murakkab global iqtisodiy sharoitda oziq-ovqat xavfsizligi dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylanib borayotgan bir paytda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlaridan 2 barobar ko'proq yuqori hosil olish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish muhim vazifalardan hisoblanadi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Zangiota tuman bo'limi sizlarni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi dehqon, fermer xo'jaliklari, tomorqa yer egalariga mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar yetkazib berish yo'lida yuksak va mardonavor olib borayotgan ishlaringizni qadrlaydi va ulkan zafarlar tilab qoladi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-fevraldagi maxsus elektron tizim orqali ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi yagona nizomni tasdiqlash haqidagi 80-son bilan tasdiqlangan qarorga ko'ra tatbiq etilayotgan litsenziya olish bo'yicha talablar Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 5-avgustdagi o'simliklarni himoya qilish sohasidagi litsenziyalash va ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berish bilan bog'liq ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi 481-sonli qarorning 36-ilovasida tasdiqlab berilgan bo'lib, bundan mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish uchun foydalanadigan kimyoviy vositalarni ulgurji hamda chakana savdosi bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziyalash O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgandir. Jumladan, mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarni ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi fuqarolar o'simliklarni himoyasi yo'nalishida oliy yoki o'rta maxsus mutaxassislikni, shuningdek EduKarantin.uz onlayn platformasida yagona identifikator ONID orqali ro'yxatdan o'tib, tegishli to'lovni amalga oshirgan holda 72 soatlik maxsus o'quv kursini tamomlab, malaka oshirganligi to'g'risida sertifikatga ega bo'lishi shartdir. Litsenziya olish uchun arizalar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz yoki litsenziya avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiriladi. Hamda ushbu amaliyot 2025-yilning 5-fevraldan buyon tizimli ravishda yo'lga qo'yildi. Talabgor tomonidan arizalar kelib tushgandan so'ng litsenziyalovchi tashkilot O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan nizomga talablari va tegishli sharoitlar yaratilganligi o'rganiladi. Dalolatnoma tuziladi hamda litsenziya avtomatlashtirilgan tizimga kiritiladi. Nizom talablari to'liq bajarilganda mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish uchun foydalaniladigan kimyoviy vositalarni ulgurji hamda chakana savdosi bo'yicha faoliyatini amalga oshirish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlariga tegishli litsenziyalar beriladi. Litsenziyaning amalga qilish muddati 5 yil. Shu o'rinda Toshkent viloyati Zangiota tumani mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish uchun foydalaniladigan kimyoviy vositalarni ulgurji hamda chakana savdosi bo'yicha faoliyat olib borayotgan barcha tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatlarini litsenziyalar asosida litsenziyaga ega tadbirkorlardan esa o'z mehnat faoliyatlarining Vazirlar Mahkamasining 481-sonli qarorida belgilangan talablar va me'yorlar asosida tashkil etishlarini so'rab qolamiz. Bu esa sohaning barqaror rivojlanishiga va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'simliklar karantini va himoyasi sohasida hamda mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalariga oid ma'lumotlar bilan Karantin.uz veb-sayti va agroko'makchi mobil ilovasi orqali tanishib borishingiz mumkin. Yodingizdan chiqarmang. Qonun hamma uchun barobar. E'tiboringiz uchun rahmat.